Avariyadan keyin insult, infarkt shunga o'xshagan kasalliklardan tiklanish payti bo'ladi. Bu paytda fizioterapiya sizga yordam beradi. Turkiyadagi eng kuchli klinika, ya'ni Guven klinikasini Chayolu shahridagi eng kuchli markazida bizda fizioterapiya bo'limi bor. Hozir mutaxassisimiz doktor Onur sizlarga shu bo'yicha xudo xolasa ma'lumot beradi. Merhaba. Bu yerda harakatni tiklashga yordam beradigan nevrologik robot bor. U asosan insultdan keyin yurishda qiynalayotgan, asab tizimi bilan bog'liq kasalligi bo'lgan va orqa miya jarohati olgan bemorlar uchun ishlatiladi. Bu qurilma o'zi yura olmaydigan, ayniqsa oyoqlarini boshqara olmaydigan bemorlarga mo'ljallangan. Bemor robotga bog'langanda, robot tana og'irligining bir qismini ko'tarib turadi va yurishga yordam beradi. Agar bemor harakatni o'zi boshlab bera olmasa, robotdagi maxsus sezgichlar buni sezadi va bemorga dastlabki yurishiga yordam beradi. Shu paytda bemorning og'irligi kerakli darajada yengillashtiriladi. Bu esa xavfsiz va oson yurishga yordam beradi. Bundan tashqari, ekrandagi ko'rsatmalar orqali bemorning muvozanati, harakatlarni to'g'ri bajarishi va mushaklarning kuchi asta-sekin yaxshilanayotganligini kuzatib borish mumkin. Agar sizda asab tizimi bilan bog'liq muammolar bo'lsa, orqa miya jarohati olgan bo'lsangiz yoki yurishda qiyinchiliklar sezayotgan bo'lsangiz, biz Chayuli Guven markazimizda sizga yordam bera olamiz. Ushbu maxsus qurilmamiz yordamida harakatni tiklash va yurishni yengillashtirish imkoniyati mavjud.